Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugun 19-mart haftaning chorshanba kuni 2025-yil. Biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkani boshladik. Eslatib o'tamiz, bizning manzilimiz Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Videolarimiz boshida aytib o'tamiz. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, kanalimizni podpishab turasizlar. Demak, biz boshladik. Hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari bugun 6 bosh xunojin keldi. 7 ishti sog'liklari sinovdan o'tdi, yaxshi ekan. Bo'y bastilari, etlari yaxshi. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqa chiqib aytsalaring, Telegram, WhatsApplar ishlab turibdi. Alohida video qilib bering desalar, alohida video qilib beramiz. O'zimiz vodiyda mollari Toshkent yoki voha emas. Bo'lsa boqadigan bir kishilik mollar. Oldi tomondan ko'rinishi. Kamchiliklari yo'q ekan, sinovdan o'tdi. Silos berdik, somonga qo'shib, kepak so'yib, hammasi zag'li edi. Mollarni ko'rib turibsizlar. O'ta boshqachalari keldi. Sigir qilib olaman, boqib yuraman deydigan odam bo'lsa, aloqa chiqsin. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor, boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda. Mollarning orqalari ham o'ta boshqa, ustilari ham keng narsalar ekan. Bemalol aloqa chiqib boqamiz deydiganlar bo'lsa, tashab qo'yinglar, baraka topasizlar. Narx-navolari ham o'ziga yarashga kelishgan. Ikkita kichikrog'imiz bor. Bo'ylari 1 metr, qolgani 1.5. Mana to'talasi 1.5 plus ekan bo'ylari. O'lchadik. Videolar kam chiqarilyapti, chunki hayvon yo'q, hayvon kelganda chiqaryapmiz. Bozorga chiqayotgan odamlar bo'lsa o'zlari bilishadi, narx-navolarni ham ancha ko'tarilib ketyapti tobora, kun isigan sayin. Molga talab kuch, qayga borsangiz, dehqonlar o'zi ham olishyapti. Demak, narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz. Narx-navolarimiz yoqsa, aloqaga chiqinglar. Video chiqarilgandan keyin 1 kun, 2 kunda hayvon tugaydi. Shuning uchun chislasiga qarab telefon qilinglar. Odamlar telefon qilishyapti, bir hafta 10 kundan keyin sotilib ketgandan keyin telefon qilishyapti. Demak, biz boshladik. Mana shu uchalasini bo'ylari 1.5 plus. Narxga kelishadigan bo'lsa, narx 8,5 million so'mdan vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari bor. Yakka olamiz deydigan odam bo'lsa, narxlar qo'shiladi. O'zlarini yaxshi bilasizlar. Hop, mana bu 8 million so'm qilib beramiz. Bu ham zo'r, polvon, eti yaxshi, oldi tomondan ko'rinishi. 8 million so'mdan vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Bemalol aloqa chiqishlari mumkin. Mana bu ikkalasini 7 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. Bo'ylari 1 metr bo'ladi ikkalasini. 7 million 300 ming so'mdan bemalol aloqa chiqib olishlari mumkin. Yeyishlari o'ta zo'r. Sinovdan o'tdi, sog'liklari yaxshi. Arqonga tushmagan ekan mana shu mol. Lekin o'ynaqi mol yaxshi. Hurkib turibdi, qo'rqib. Boquvchilar aloqaga chiqishyapti, mol tugagan payt. Haftada 2 kun mol keladi, eslatib o'tamiz. Seshanba kuni, shanba kuni keladi. Boshqa kunlari dam olish kunlari bo'ladi bizga. Bo'lsa ham aslatga molimiz bo'ladi, telefon qilib so'rasalaring, mabodo boshqa kunlar. Seshanba
kuni keladi, chorshanba video qilamiz. Shanba kuni keladi, o'sha kuni video qilyapmiz. Biz videomizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz buni yaxshi bilishadi. Videolarimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Like bosib, podpishka qilib turasizlar. Xudoga shukr. Obunachilarimiz kundan kunga ko'payib boryapti. Kimgadir videolarimiz foydali bo'lsa, biz bundan xursand bo'lamiz. Shuning uchun doim eslatib o'tamiz. Chorvaga qiziqadigan, mol olib boqaman degan do'st birodarlarga podpishka qilib turinglar. Zora foydasi tegib qolsa. Go'shtlarimizni narxi ham, yemlarning narxi ham sezilarli darajada ko'tarilib ketdi. Bilgan bo'lsalaring, kunjara, kepaklar narxi, shuning uchun hayvon narxi ham qo'shilyapti. Bu sizda yoki menda emas, hammada bir xil narx qo'shilyapti. Demak, hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari, shuning bilan video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda siz bizlarga uchrashdik. Nasib qilsin, tutayotgan ro'zalaringizni Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Oilalaringizga fayz baraka tilab qolib, doim sog' salomat bo'linglar. Videolarimizni oxirida eslatib o'tamiz. Bittadan like bosib, kanalimizni podpishka qilib turasizlar. Doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda uchrashish siz bizlarga nasib qilsin.